Asmaul husna al-mani ma'nosi man qiluvchi, to'suvchi, himoya qiluvchi ma'nolarni bildiradi. Psixologiyada juda ham chuqur ma'noga ega. Xususan, men yolg'iz emasman hissini shakllantiradi, tashvish va xavotirni, ortiqcha o'y-fikrlarni xayoldan ketkazishga yordam beradi. Ba'zan ishlar kechikadi, odamlar sizdan ketadi, rejalar o'xshamaydi, imkoniyatlar yopiladi. Aynan mana shunday holatlarda Alloh menga ziyon beruvchi narsalardan meni to'sdi degan fikrni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, toksik insonlardan himoya qiladi, ya'ni sizga ozor beruvchi, sizga aziyat beruvchi insonlardan sizni nari qiladi. Shuningdek, yo'q deyishni o'rganishga yordam beradi. Siz insonlarga yo'q deya olasiz. Shu bilan birgalikda kuchli va bardoshli bo'lishga hamda psixologik immunitetingizni yanada mustahkam qilishga yordam beradi. Kuniga 100 bora al-mani sifatini zikr qilish tavsiya qilinadi. Salavatulloh